Assalomualaikum hammaga. Bugun Xudo xohlasa Sankt-Peterburgni Fotanka ko'chasini bog'idaman. Hozircha havo mana shu ahvol. Rossiyada ob-havo juda ham o'zgaruvchan. Quyoshli kunlar juda ham kam. Bulutli havo juda ham ko'p bo'ladi. Shuni evaziga odamlar qishfasida va yozda ko'chaga chiqishi juda ham serak bo'ladi. Qishda juda ham odam ko'p bo'ladi ko'chada. Ishlaydigan odamlar ko'p, mashinada ishlaydi. Yozda juda ham kamroq bo'ladi, salqinroq, suvli, qandaydir basseynlarga borishadi. Mana shu yerda dam olishadi. Mana shu 7 yil bo'lgan bo'lsa, ba'zi joylarni bilaman bu joyni. Ba'zi joylarni uncha bilmayman. Bu shu Moskva shahriga qaraganda juda ham katta deydilar, Sankt-Peterburgni. Endi men bilmayman, poytaxt katta bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin ish o'rni, yashaydigan joy, hammasi yaxshi ham, juda ham yaxshi, juda ham ko'p-da bu yerda. Hozir o'zbeklar juda ham kamayib ketgan bu yerda, Sankt-Peterburgda. Hindlar, xitoyliklar bosib ketgan. Juda ham ko'p-da ular. Tojiklar juda ham kam. Va shuni hisobiga ish kuchi yetishmayapti deb hamma joyda reklama beryaptilar. Ko'chalarda shu mishalar juda ham ko'p. Juda ham ko'p ketyapti. Hozir endi qo'ldan kelgancha Xudo o'zi sabr bersin, panohida saqlasin deb ishlayapti o'zbeklar ko'psi. Eng muhimi uyga eson-omon borish. Bu yerda nima bo'lsa ham, bu yerda odam ham o'lyapti. Mana shu o'zbeklarga besh ketmayman-da. Goh vaqti orqadan pichoq uradigan odat chiqaradilar. Xoinlik qiladilar ba'zilar. Militsiyaga borib chaqib berib yoki oddiy bir kvartirada yashagandagi oddiy mojarolar nimaga kerak deb o'ylayman men. 1-2 so'mmi deb bugun qo'lda bo'ladigan pul ertaga yo'q bo'ladigan pulni olish uchun yonidagi o'zining yurtidagi odamlarni sotadilar. Nimaga unday qilishadi bilmayman, lekin sizlar unday bo'lmanglar.